Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa Bag'at sentrimizda high-tech usulda bo'kma shtatli oppoq laminatdan ishlangan. Laminat ham klyan, kırılmaydi, UPVC ishlatadigan garantiyali narsa. Eshiklarimizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa bir plan joyi 6 dona eshikimiz. Bu aynalı varianti, aynalı gulli. Yine eshiklarimizni qo'ygan zamoklarimiz ham 5 kilitli. Sifati yaxshi, sifatine garantiya. Eshiklarimizni ochib yopilishlari Luboy tochkasidan tutib beklangan. Hozir ichimda eshiklarimizni ham yakka eshiklarimizni ham ko'rib o'tamiz. Bu yakka eshiklarimiz eni 95, bo'yi 205lik yere kuruldu. Bu narsalarning 3 komplekt hamma narsasi bilan qaramashini olishligini 1.600.000 so'mga qo'yib beramiz. Quloqlar ham 4 dona. Zamok ham original. Endi bunda eshikimizni ochib yopishni ko'rib o'tamiz. Kesakilar ham qalin, rezinka hamma narsasi joyida gizmat ishlangan. Eshikimiz yopilishi Zamoklar sifati yaxshi bo'lgani uchun ish yapılganda 2 dilli deb aytiladi, yapılganda zo'r yapıladi. Borib urilib qolmaydi-da, bu kichkina bolalar bo'lsa urilib qolmaydi. Buni dastachini basmoq shart emas, eshikni qoladi. Bizangiz ko'rib baho beraversa, kimga shunday eshiklar, shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Xudo xolasa aloqa chiqarsa, kelishib ishlab beramiz.